o'sha kalitni o'sha sahobani egasini men bugun kecha ko'rdim. O'tirar ekan shunday kirishda prezidentimiz ham qo'llarini olib qo'ydi. O'tirar ekanda payg'ambar alayhissalom o'shiga berib va qiyomatgacha siz avlodingizda shu Makkani kaliti qoladi, Ka'bani kaliti. Agar kimda-kim sizni oladigan bo'lsa, u zolim bo'ladi deya Rasululloh aytganlar. O'sha avlod o'tiribdi, o'sha sahobani avlodi o'tiribdi. Biz ko'rdik ko'zimiz bilan. Shunaqangi o'tirar ekan. Men o'sha sahobani ko'rgandek bo'lib ketdim. Chunki o'tirishni o'zi bir haybat. Sahobani avlodida. O'shanda payg'ambar alayhissalom kaliti chaqirtirdilar. Va keyin ey Bilol deya birinchi Bilolni chaqirdi. Demak, bu muazzinlar berilgan bir sharafki, Hazrati Bilol o'sha pirimiz, ustozimiz bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh alayhissalom demak sahobalarni hammalarini ham chaqirmadilar. Aynan Bilolni o'sha Ka'baga chaqirib, Ka'baga kirishlarida o'zlari bilan birgalikda Bilolni olib kirdilar. Bilolni buni muazzinlar bilsin va yana azonlarida omonatli bo'lsin.